shu yashagan sudda. Endi ularni mana taqigan ballar. Bu yerda bir nevaralar yashayapti. Bizlarga ko'chib ketganmiz. Nima deysam? Yani joylari, makonlari shu yerda. Menimki bizlar endi nevara hisoblanamizda, hammasiga amaliyotchi. Mani bilishimcha 3 aka-uka mana shu o'rtada yashagan ular. Miryoqub bobo, Mirziyo bobo, Mirabzor bobo, shular Mir bobo degan odamning o'g'illari bo'lgan. Ularning singlari bo'lgan. Singlari Sunnatoy, Ruqiya, shunga o'xshagan men yaxshi nima qilolmayman, shular bo'lganda, shulardan tarqagan odamlar bizlar. Endi o'sha Miryoqub bobodan bizlar mana shu qishloqda yashaymiz. Ko'pchilik bizlar ham. Nevara amayvacha nevara hisoblanamizda endi. Mirziyo bobolar o'sha oldingi vaqtda o'sha yoqqa ko'chib ketgan ular. Ularni ikkita o'g'illari, qizlari bo'lganmi? Miramonu, Mirasro degan o'g'illari bo'lgan. Men endi o'sha Miramon bobolarni bilaman. Bu hozirgi prezident Shavkat Mirziyoyevni xullas men televizorda ko'rdim, lekin hali uchrashganim yo'q. Bordim, to'yga aytgan, boshqaga borgan bo'lsa, lekin u odamni ko'rganimiz yo'q. Amayvachalar, ukalarini, akalarini ko'rganmiz. Yaqinda ham olib keldik. Amayvacha bo'ladi. Ularni nima, o'sha yerda yana nimamiz bor, ana bu